Yordam beringlar. Kim bor? Qoch! Shubhali mashina, shubhali cho'ti. Ko'rish kerak buni. Assalomu alaykum, Uchtepaga. Hop, o'tiring. Ha, oyim qiz. Ismingiz nima? Gapirmaysizmi? Taksistmisiz? Yo'lingizga qarab keting. Ayyo, taksist emasman. Shunchaki zerikkanda chiqib turaman. Sizga o'xshagan chiroyli qizlarni ko'rib qolsam, ovolaman-da. Yoshingiz nechida o'zi? Indamasdan keta olmas ekansizda. To'xtating, mashinani tushib qolaman. Manzilingga olib boraman, keyin tushasan. Nima? To'xtat mashinani, hozir 02 qilaman. Qanaqa 02? Ber telefonimni. To'xtat mashinani. Qayerga borasan? Ol qo'lingni, maraz. Manzilingga yetib keldik. Yordam beringlar. Kim bor? Qoch! Shubhali cho'ti. Ko'rish kerak buni. Xizmat, bu odam bor. Qo'yvor! Yordam beringlar, iltimos! Yordam! Chiq. Qo'ying. Tur. Bo'ldi, hammasi joyida, tushing. Rahmat. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Tinchlik. Patrul post xizmat xodimi inspektor Jonibekov. Xo'sh. Yashagani qo'yasizlarmi? Maylimi o'tirsam? Mayli, bo'ladi. Hurmatli fuqaro, shaxsiy tasdiq qo'ymoqchimiz. Nima? Yarim kechasi bemahal o'tiribsiz. Qanaqa shaxs? Men birorta jinoyat qilyapmanmi bu yerda? Nima? Yashab bo'lmaydimi endi sizlarning dastinglardan? Na bir foydalaring tegadi. Nima hozir men sizga nima qilaman hozir men? O'zingizni bosing, hurmatli fuqaro, o'zingiz bosing. Pasportingizni bersangiz, shaxsiy tasdiqlayman bo'ldi. Hammasi joyida. Mana nima keraysizlar o'zi? Na bir foydalaring tegadi. Hozir ham kelib faqat kayfiyatim buzganingiz qoldi xolos. Hurmatli fuqaro, o'zingizni bosing. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bizning burchimiz. Mana, pasportingiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. Biz aynan mana shunaqa holatlarda kerak bo'lamiz. Ichki ishlar xodimlari kerak, singlim. Hamisha kerak.